Toshkentdan Samarqandga yetib borish vaqti hozirgi 5 soatdan 2,5 soatga qisqaradi. Yangi magistral sutkasiga 60 mingdan 80 mingtagacha transport vositasini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tirbandlik, probka degan muammolar bo'lmaydi. Uzunligi 282 kilometr bo'lgan 6 polosalik, yana bir marta to'ramas 6 qilyapmiz. Nimaga? 50 yilga oldin qilyapmiz. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlaridan o'tib 92 ta ko'prik, 28 ta yo'l o'tkazgich, 60 ta tunnel tipidagi o'tish joylari quriladi. Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun yuzlab yer osti yo'laklari va suv o'tkazish inshootlari barpo etiladi. Og'ir va yuqori tezlikda harakat qilayotgan transport vositalari qatnovi uchun chidamli monolit beton yo'l qoplamasi yotkiziladi. Yangi magistral tekis hududlarda soatiga shunga e'tibor bering, mana 150 kilometr tezlikda harakat qilishga mo'ljallanmoqda. Muhimi zamonaviy xavfsizlik yechimlari, raqamli innovatsion qulayliklar yo'l transport hodisalarini keskin kamaytirish imkonini beradi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, ushbu loyiha ishga tushgandan so'ng uning afzalligini har bir yurtdoshimiz o'z hayotida albatta his qiladi. Transport vositalari uchun energiya sarfi, amortizatsiya va texnik xarajatlar kamayadi. Bu esa qancha odamlarning vaqtini tejaydi, turizm, ta'lim, tibbiyot va boshqa ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati albatta kengayadi. Hisob-kitoblarga ko'ra yuk tashish tannarxi kamida 20-24% ga pasayishi kutilmoqda. Bundaqa yo'llarni biz hech qachon qurganimiz yo'q. Transport universitetining rektori, sizga birinchi topshiriq. Bugun tamal toshi qo'ygandan kelib sherga o'tirasiz. Xarajat, hisob-kitob, dual ta'lim. Sharipov birgalikda rektor bilan menga bir haftaning ichida taklif berilgan. Mahkamga tushuntirdim. Transport universitetiga qancha imkoniyat yaratyapmiz. Endi bolalar zamonaviy yo'l qurishni ham amalda o'rgansin. 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi. Hozirgi dual ta'limda o'qigan bolalar kelajakdagi yo'llarni o'zimizni qora ko'zlar qilish kerak. Qachon o'rganamiz? Bugun o'rganishimiz kerak. Ertaga kech bo'ladi. Ana shu uchun bugun zamin yaratishimiz kerak.